Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlar, azizlar. Mana shpakilovka bo'lgan joyga kafel qanday terish bo'yicha bilganlarimiz qo'ldan kelgancha aytib o'tib ketamiz. Undan avval kanalga qo'ymaganlar obuna bo'ling, like esdan chiqmasin, fikrlanib ketamiz. Bu xonamiz shpakilovkadan chiqqan tayyor. Hozir bizni o'sha mebelchi akamiz chizib berib ketishdi. Olmish bu yoqqa ikkita kafel bo'ladi, 84 dan keyin mana bu tapchani to'g'risidan liniya bo'ladi. Fartuk bo'ladi, 20 tepaga chiqadi. O'sha ustakam chizib berib ketdilar. O'sha bo'yicha qo'parib to'g'irlaymiz, kafel terilar, ya'ni mana derazani boshidan boshlanadi. Bu ham 84 dan keyin burchakka kelib taqaladi, to'xtaydi. Ikki qator bo'ladi, 60. 30 ga 60 lik kafel teramiz. Fartuk bo'ladi. Bu yoqqa ham pastiga mebel, tepaga mebel bo'ladi. Bu yerga mana burchakdan boshlanadi, gaz qo'yiladi, mebel bo'ladi bu yerga. Chizma bo'yicha qilamiz va qo'ldan kelgancha o'zimiz bilgan bo'lishib o'tib ketamiz. O'sha bilmaganlar uchun. Ayrim joylar ko'rganmiz, unda shpakilovkani o'ziga kafelni kiliy surtib, burun topga qilib kafel teriladi. Yaqinda video chiqardik, qo'polib ketadi, bo'lmaydi. Iloji boricha vaqt ketsa ham 1 soat 2 soat vaqt ketadi. O'sha zabardast qilish kerak. Keyin ustaga ham gap tegmaydi. Keyin nima deydi, uy egasi ham o'sha masalan material olib beradi, boshqa olib beriladi. Shu kelishmovchilikda bo'lmaydi azizlar. Uning uchun nima qilamiz? Mana bunday tarzda o'pirib chiqamiz. Mana bunday variant ham bor, nasishka deydi. Buni chop qilib, masalan, bir kun oldin kafelnikiga surtib ketib, burun topga qilib, обязательно bundan keyin chang bo'ladi bu. Keyin tersa ham bo'laveradi, lekin ishonch hosil qilish uchun ko'ngil to'lmaydi baribir. Mana bunday tarzda mana tozalab chiqamiz. 1 soat 2 soat vaqt ketadi, lekin sifatli bilan ishimiz. Mana shuni ochib chiqqandan keyin burun topga обязательно bitta o'tiladi, quyuq qilib. Keyin ertaga nasib bo'lsa terib ketaversa bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi, absolutno. Tushish, qo'parilish, po'kkillash, ya'ni nima deydi? Urgan payti unaqa narsa bo'lmaydi. Mana shunday tarzda erinmay qilishlarini tavsiya qilamiz. Bo'lmasa ustaga minus bo'ladi. Keyinchalik tushib ketish, ajralish holatlari bo'lsa, yaqinda video chiqardik, o'sha shunday kraskani ustidan terib ketishgan. Qo'l bilan shunday qimillatsa tushib ketadi. Perforator ishlatmasdan. Mana bunday variant qilib terilsa, perforatorni o'pirib oladigan darajada mustahkam, qattiqlikda bo'ladi. Shuning uchun har bir ishda erinmaylar. Vaqt ketsa ham sifat birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ustan o'ziga ham bir ishlashga udobli bo'ladi. Ko'ngil to'ladi. Bo'lmasa chala ishda bilan ko'ngil to'lmaydi. Mana shu tarzda ham terib ketilgan holatlar bo'lgan. Lekin sifat bo'lmaydi. Ko'p yilchida berish kerak. Azizlar, videomiz foydali bo'ldi degan umidda bizda. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Qurilish qilmoqchi bo'lgan akamizni jo'natib qo'yamiz. Instagram, Telegram, YouTube'da hunarmand video sizlar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, har kunlik switch video chiqarib bo'ladi. Bugungi sanamiz 27-mart 2025-yil. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kafel terish jarayoni boshlangandan keyin terib, narx-navolar qancha sotib oldik, qancha teriladi, hammasini aytamiz. Rahmat barchaga.